Qiziq, juda qiziq. Mana Abdulla Abdullayev eng markaziy himoyachi, lekin shu bilan birgalikda bu nisbiy, hozir aytaman, Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda, endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov, ikki tushda himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba! Gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor. Bu juda ham muhim emas. Asosiysi aniqlab oldik, tanib oldik. Oston O'runov darvozabonni ham ortda qoldirdi. Qali Oston. Gol! Shedevr. Gap yo'q. Yana emaklatyapti, yana orqasidan yugurtiryapti. Ket sayyoranga. Oston. Nima deb o'ylaysiz? Transfer marketda 5 million qo'shildimi bugun? So'mmas lekin. Yo'q. Dirham ham emas. Sterling. Pas ham zo'r bo'ldi. Darvozabon ham ketdi. Qarang, oxirigacha borib Bersa bo'lardi boshqalarga, lekin qaradi, urib qo'ya qolay dedi. Otabek Shukurovdan Ala Pirlo pas. zo'r. Qarang, ishonch bilan oxirigacha borgani va 2-0. pas zo'r bo'ldi rostdan. Oston O'runov Misr 2-0. Bugungi o'yindan keyin Ostonga xaridorlar ko'payadi.